Ko'pchilik yoshlar pul topsa sразу mashina olib, hamma yoqni dabdala qilib tashlaydi, qo'pol aytganda, pulini ishlatib tashlaydi. Lekin Humoyun ukamiz 24 yoshda pensiyaga chiqibdi. Nimaga pensiyaga chiqqanini hozir tushuntirib o'tib ketaman. 20 yoshda boshlagan ishini shunaqangi zo'r tashkil qilganki, passivniy dohod keladigan joylar qilgan va adalariga Traverse mashina olib beribsa, men o'zi ikkita mashina olib berganman, Traverse bilan Dongfeng. Lekin u общий oilada, masalan, almashtirib hozir ikkita mashina o'zingiz ham haydaysiz. Hozir men ko'proq Traverse haydayman, chunki benzinni to'lash xohlamaydilar, o'shaning uchun hozir Dongfeng haydayaptilar. Mazza qilyaptilarmi? Qaranglar, 24 yoshli bola, yana bitta narsa aytaman, siz topgan pulingizni passiv dohodlarga tiqib ketgan ekansiz, ya'ni pul topish uchun. Men eshitdimki, fermangiz bor ekan. Shunaqa. Mol, buqa, sigir? Ha, mol o'sha sigir ham bor, buqa ham bor. Andijonda, o'zi andijonlik bo'lganim uchun, u yoqda biz uydagilar ham o'sha amakimlar tushunadigan soha bu ferma. Bo'lgani uchun ferma qilganmiz. Hozir o'sha kattalashtirish jarayonida, hali unaqa katta emas, 50 tacha atrofida o'sha mollar bor. Pul kelib turadi. Ha, pul kelib turadi. O'shandan ham pensiyaga chiqib olgansiz. Qaysidir ma'noda. Ya'ni o'zingizni hozir yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullanyapsiz, o'zingizni qiynamaysiz. Qiynayman. Qiynaysiz, hobbiga qiynaysiz. Ya'ni pul uchun emas, ya'ni faqat pul kelmasa ham, misol uchun Xudoga shukr, xarajatlar yopiladi. Xo'p, fermangiz bor, yana nimangiz bor? Texnik ko'rik bo'yicha biznes sherikchilikda qilaman. Texosмотр. O'sha birinchi topgan pulingizni o'zingizga sarflamasdan shu yana ham boshqa joydan pul keladigan joylar qilib qo'ygan ekansiz, to'g'rimi? Endi birinchi katta summamni uy olganman. Endi bu maqsadim o'z Andijonda bo'lganim uchun uyim bo'lmagan, juda ko'chib yurganman-da, kvartira. Bobochani bolasi emassiz? Yo'q. Hozir shahar markazidan eng qimmat domlardan biri Utaverda uy olgan ekansiz. Necha kvadratli dom? 67 kvadrat. Necha pulga olgansiz, sir bo'lmasa? 170 mingga tushgan. Korobka. Ha, korobka, remontlari bilan 240 mingmi shunaqa atrofiga kelgan. Voy, 24 yoshli bola uchun, men 24 yoshli paytimda to'g'ri aytaman, men yig'im o'qib yurardi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizdan o'rgangan narsa bor ekan va meni obunachilarimga, ya'ni aynan 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan akalarga, ukalarimizga o'rgatadigan narsalaringiz bor ekan. Besh ketgan tomonim o'sha Utaverdagi uyni olishim uchun men necha kundir sarflab, o'sha kunning ichida olaman deb o'zingizga vazifa qo'ygan ekansiz. O'sha vazifa qanaqa bo'lgan? Necha kunda olgansiz? Birinchi qism bo'lgan, taxminan 50 mingcha yig'gan joyim bo'lgan. Qolganini o'sha 90 kunda qilganman. O'zi men hozir bundan avval ozgina gaplashdik-ku, harakat uchun motivatsiya kerak. Men harakat qilganman, bo'ldi. Men yil oxirigacha uy olishim kerak degan qattiq xohlaganman. Uyqum kam bo'lsa ham 4 soat, 5 soat uxlasam ham o'sha xayolimda bo'ldi. Uy olishim kerak. Proyektlarni ko'paytirganman, ekspertlar bilan zapusklar ko'p ishlashimga to'g'ri kelgandi. Ya'ni ich-ichimdan shunaqa katta drive bo'lgan, imkoniyatlar ham Alloh bergan, vaqt ham katta bo'lgan, baraka bo'lgan vaqtda va 3-4 oyning ichida qolgan o'sha 130 mingga yaqin summani topganman. Pulimni qaytargan. Men emotsiyada olib qo'yaman deydi. Sizda bo'ladimi shunday? Ha, bo'ladi. Usmonxonlar yaqinda aytayotgandi, mana influencer bilan bloger farqini bor deyotgandi. Sochman, influencer odamlar любой kontent qilsa ko'radi. U hayotini ko'rsatadimi, borib qatga-dur tavsiya beradimi, ko'radi-da. Blogerda faqat o'sha blog temasi, misol uchun avtobloger bo'lsa, mashinadan boshqa narsani ko'rmaydi. O'sha millionerni olib chiqayotgan bloger bo'lsa, uni kontentdan boshqa narsa ko'rmaydi. O'sha yerda ham mana farq ko'rsa bo'ladi-da. Misol uchun men как siz aniq maqtash ma'nosida emas, rostdan mana influencerligingiz shu misol qilib aytdim-da. Keyin sразу kontent chiqdi-da, ikkita videoni solishtirilyapti-da. Prosmotrga barobar katta-da. Shunda men hozir bloger emas, influencerman deb ursam bo'ladi. Siz influencersiz. Chunki nimaga desangiz, mana oddiy Cafelito, bundan tashqari anaqa. Enok Moy, hammasi barbikan. Odamlar siz orqali bilganda. Yaqinda Dilshod aka bilan gaplashganimizda ham shu narsani polniy ko'rib chiqdik-da. Bloger bo'lish uzoq muddatda anaqa bo'lib ketadi, hype bo'ladi-da bloger. Keyin yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni uzoq muddatda blogerni o'sha trend bo'lgan paytda keyin o'sha orqaga qarab ketadi, reklama ham kamayib ketadi. Influencerda unaqa bo'lmaydi. Chunki influencer odam fikri uchun anaqasi uchun eshitadi-da. Men hozir zo'r narsa oldim. O'zim bilmas ekanman. Qarang, ko'pchilik menda nimadirda, uje ketyapti-ku syomka, to'g'rimi? Mayli, ovur, uje qiziq ketdi-da. Ko'pchilik aytardi meni lichkamga, "Oy, ishingni qil o'zingni. Sen avtoblogersan. Boshqa temalarga o'tlab ketma." Men aytardim, "Voy, men 40 yoshli odamman. Men shu yurt farzandiman, o'zbekman. Sizlarga o'xshagan meni ayolim, farzandlarim, ota-onam bor. Sizlarga o'xshagan hayot kechiryapman. Hayotiy tajribamni, 40 yoshgacha bo'lgan hayotiy tajribamni aytsam nimasi yomon?" Shunaqa. Sen 30 yosh bo'lsang, men 40 yoshman, xohlasang, xohlamasang 10 yosh farqimiz bor. To'g'rimi, noto'g'rimi? Men qilgan xatolarni sen qilma. Men shuni gapiryapman xolos. O'zimdan katta 50-60 yoshlarga aql o'rgatmayman men. Shunaqa. Demak, influencerlik uzoqga boradi. Uzoqqa boradi. Men oddiy qarang. Davom etamiz.
oshxonangizni ko'rsatdingiz. Qarang, endi mana shu bu yog'iga bitta xolasangiz, so'rasangiz bo'ladi. Arxitektor, dizaynerlardan odamlar shunaqa qilish boshlaydi. Ya'ni uj bo'ldi, men uyimga uy qurayotganmiz. Meni ham hayolimga keldi. Mehmonlar keladigan xonani alohida qilish kerak ekanda, alohida eshik qilsa, ayollar ko'rinmas ekan degan narsa bo'ladi va bu tarqiydi. Ya'ni siz ta'sir o'tkazyapsiz-da, anaqaga ko'rayotgan odamlarga. Bu zo'r, конечно, zo'r. Demak, uchastka qurasiz yaqinda. Xudo xolasa. Qaranglar, biz o'zi suhbatni qanaqa boshlamoqchi edik? Assalomu alaykumdan boshlamoqchi edik. Sekin sizlarga tanishtirmoqchi edim. Suhbatlashayotgan davomida bola уже video kameraga olishni boshlashdi. Shuning uchun endi boshdan boshlaymiz. 24 yoshda pensiyaga chiqqan Humoyun ukamiz. Nimaga? Nima sababdan ikkinchisiz o'zingizni tanishtiring oldin? Xo'p, men o'zi 24 yosh tadbirkor desam bo'ladi. O'sha ta'lim loyihasidagi tadbirkor, zapusklar bilan shug'ullanamiz. Zapusk nimaligini bitta aytib keting, chunki oddiy xalq ham ko'radi. Zapusk nima? Zapusk bu texnologiya. Misol uchun mana bu bizneslarda ham ishlaydi. Mana Apple oladigan bo'lsa yoki Gollywood kinolari hammasi zapusk orqali ishlanadi. Oddiy sotuv bor, bu qanaqa? Telefonga lid olasiz. Lidga sotuvchilar telefon qiladi-da, bizda mana bunaqa produktimiz bor, bizdan sotib oling deydi. Zapusk unaqa bo'lmaydi. Zapuskda birinchi brend mashhur qilinadi. Brend hamma joyga e'lon qilingandan keyin odamlar o'zi so'raydi, produktinglar bormi? Biz sotib olmoqchimiz degan narsa paydo bo'ladi. Keyin bittada sotuvni ochganda katta sotuv bo'ladi. Mana shu zapusk texnologiya. Misol uchun iPhone 7 ni ham bittada sotib ochadi, ham millionlab, milliardlab sotib bo'ladi. Xullas, sizlarga qo'pol qilib, jaydar qilib tushuntiraman. O'zim obunachilarga jaydar qilib tushuntiraman. Xullas, bir narsani ishlab chiqarasiz, lekin uni sotish kerak. Massiviy sotish kerak, bittalab emas. Optim sotish kerak, masalan. Progress qilasizlar. Progress qanaqa? Sekin asta-sekin bilan o'rgatib, ko'niktirib borasizlar. Har xil videolar chiqadi uning orasida. Bitta video bilan hal bo'lmaydi. Bir nechta videolar, har bitta ssenariy asosida bo'ladi. Har xil blogerlar bilan ishlanishi mumkin. Masalan, siz meni sotib olishingiz mumkin. Zapusk bilan shug'ullanganingizdan keyin yoki boshqa cho'nini qopqog'ini sotib olishingiz mumkin. Pulini to'laysiz, o'zingiz xohlagan videoni oldirtirasiz. Shunaqa. Qisqa video bo'ladi, xolasangiz target, xolasangiz uni profilda aylantirasiz. Xullas, rasxod bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Ketadi va o'tdagi odamlarni Telegramga yoki bo'lmasa boshqa platformalarga vaqtinchalik haydab turiladi. Shunaqa. Haydab turilgandan keyin bir deylik 20 ming, 30 ming bitta joyga odam to'plangandan keyin qo'pol qilayotgan va shunaqa deyman-da, o'sha 30 mingning orasiga bomba tashlab portlatib yuboriladi. Shunaqa. Shunaqangi portlaydiki, 30 ming odamdan xatabi 10% sizni mahsulotingizni sotib oladi. Ya'ni prямой efirga haydaganingizda YouTube'da siz o'sha mahsulot haqida 2 soat tushuntirasiz yoki 1 soat tushuntirasiz. Shunaqangi emotsiya berasiz. Xuddi oldinlari esingizda bo'lsa, Amerika kinolarida ko'rganmiz, yaqindan bor. Shvabra sotadigan bitta kino bor. Shvabra sotadigan yoki bo'lmasa uy mahsulotlarini sotadigan reklamalar ko'rardik-ku, yarim soat bo'lsa yarim soat ko'rardik. Qiziq bo'lardi. Keyin uni olgimiz kelardi. O'zi olish planda yo'q, lekin olgimiz kelib qolardi. Yo'q joydan pulimizni ishlatib qo'yardik. Zapusk shunaqa narsa, bittada bong'illatib yuborasiz. Shunaqa. Siz aynan shu narsani o'rgatadigansiz. Trenersiz, to'g'rimi? Faqat trener emasman. O'zim men praktikaman. Men qilaman. Masalan, 3 yildan beri o'zim qilaman. Undan ortiq biz endi ta'lim yo'nalishida qilamiz ko'proq. Mana bizning o'quvchilar bor, qurilishda qiladi, boshqa yo'nalishlarda. Endi meniki ta'lim. Chunki men oldin ham o'sha Cambridge o'quv markazi, xususiy maktablarda ishlaganman. Ta'lim yoqadi o'zimga, maza qilaman. Keyin shu yo'nalishni tanlaganman-da, ekspertlar bilan zapusklarni qilamiz. Plus o'zim dars o'taman. Bu dars o'tish asosiy faoliyatim emas, asosiy faoliyatim boshqalarning zapusklarni qilish, ya'ni praktikman. Mana shu narsalarni qilib berasiz, amalda ham qo'llagansiz. Masalan, men o'zim sizlarga ochiqni aytaman, zapusk qilganmiz. Ya'ni o'zimizning blogerlik kursimizni sotganmiz sizlarga va 1000 ga yaqin sotganmiz. Siz bilasiz, sizni shogirdlaringiz menga qilib bergan o'sha. Shunaqa. Bular endi ustoz Shifu degan bo'ladilar, Humoyun ukamiz. Lekin siz shogirdlaringiz ham malades, yorvorishgan. Taxminan 1000 ga yaqin sotganmiz. 3 ta zapusk qilganmiz. Taxminan bir 400-500 ming dollarga yaqin pul yig'ganmiz. Bilasiz, xabaringiz bor, xabarlari bor. Lekin Otabekniki sotadigan odamlar kam. Juda zo'r chempionlardan bo'lganmiz. Shu shogirdlaringiz shunaqa ish qilgan bo'lsa, o'zingiz bilan mana shu katta ishlar qilsa bo'lar ekan. Xullas, siz o'zingiz shu ishni qilasiz va men eshitdimki, sizda o'sha paytda 7000 ta obunachi bo'lgan edi. Sizda hozir nechta obunachi? Hozir 30 mingta. Hozir 30 mingta. 7000 ta obunachi bilan 90 ming dollar topdi deb eshitdim Humoyunni. To'g'rimi? Shunaqa. Qanaqa bo'lgan? Bittada bosganmisiz gazni? Qanaqa bo'lgan u? 7000 ta obunachi bu kam. Odamlar 700 ming ta obunachi bilan 100 ming dollar topa olmaydi. Nima qilgansiz? Bitta shuni gapirib bering. Mana, men asosiy maqsadim bu maqsadli auditoriya yig'ish. Misol uchun, men o'sha Instagramda hozir 30 ming ta obunachi bo'ladigan bo'lsa, men o'ylayman 30 ming ta obunachi 300 mingtalik bloglardan ko'ra effektivniyroq degan anaqa qarashdaman. Nimaga desangiz, u yerda
eng maqsadli auditoriyani yig'ganman. Misol uchun marketologlar, tadbirkorlar, soha mutaxassislarini yig'ganman-da, ularda pul bor, ular meni kuzatishadi, ular meni storieslarimni, progresslarni ko'rishadi va produktimga ham qiziqish bildiradigan maqsadli. Misol uchun menda studentlar qanaqadir prosta tak, voy men bu bolada mashinasi bor ekan, men bunaqasi bor ekan deb turib kelgan auditoriya yo'q va unaqa auditoriyani olib kirmayman odatda. Juda ham maqsadli auditoriya olib kirganim uchun 800 ta maqsadli odam kuzatyapti. Va ularga men produktimni tushuntiryapman, hamma mana shu zapusk tendensiyasi, progress qilyapman va sotuv ochyapman. Tam 200 taga yaqin inson zaявка qoldiryapti. 200 dan misol uchun o'sha taxminan 40-50 ta inson produktimni sotyapti. Shu summa bo'lgan. Necha pul bitta produktingiz? 2000 bo'lgan o'sha paytda. $2000. Ha, endi hozir 1000 dan 3000 gacha har xil produktlar shu. Haligacha sotyapsiz. Haligacha mana yiliga bir marta, ikki marta zapusk qilib turaman o'zim ham. Sizni yoshingiz uchun katta summa. Hali yana unaqa deyapman. O'ylanib qolyaptilar. Chunki menda bola chaqa ko'p. Institut, kontrakt o'qish, balo-battarlar ko'p-da. Siz yoshsiz-ku hali. Bolalardan ham yosh bo'lsa kerak. Ha, menda ham egizak bolalar, sizda ham egizak ekan. Barakada. Shunaqa barakasini bergan. Kichik 6 oylik. 6 oylik bitta. Birinchisi o'sha egizak bo'lgan shunaqa. Gap yo'q. Bu ishni qachon, necha yoshdan boshlagan? Men o'zi 20 yoshda marketing sohasidaman. 22 yoshdan keyin o'sha anaqa o'tganman, zapusk o'tganman. Xullas, sizda blogerlarni yoki bo'lmasa tadbirkorlarni, shunga o'xshagan marketologlarni kamchiligini ham qaysidir ma'noda aniqlash xususiyatingiz bor. Shunaqa kelishadi, influencerlar, katta millionlik blogerlar keladi, konsultatsiya olishadi. Mana hozirgi paytda men o'zimni qarashimni aytaman, to'g'ri yoki noto'g'riligini aytasiz. Reklamalar keladi, katta kompaniyalar keladi, ochiq reklama so'raydi. Men aytaman, aka deyman, dunyo deyman faqat skrytniy reklama, ya'ni nativniy reklamaga o'tib bo'lgan, lekin biz haligacha ochiqchasiga reklama qilib yotibmiz. Naborot, men auditoriyamni charchatib qo'yaman ochiq reklama qilishga. Shuni bekitib qilaylik deyman. Masalan, futbolkasi mana Pumani kiyib yurganim o'zi reklama. Shuni ham reklama hisobida olaylik. Men o'zimni kontentlarim qilib yuraverik. Menga shu onsoroq bo'ladi va ko'rayotgan odam reklama deb o'ylamaydi. Lekin effekti katta bo'ladi desam, shunga sal ishonishmaydi. Shunga qanaqa qaraysiz? 100% to'g'ri deb o'ylayman. Chunki oldin ishlardi. Misol uchun chiqib, mana bu suv sotib olinglar, ichida mana bunaqa funksiyalari bor ekan degan narsa ishlardi. Hozir ishlamaydi. Hozir mana bir martalik reklamalarni men o'zi tadbirkorlarga ham ko'pchilik aytaman, qilmanglar. Misol uchun 2000-3000 berib bir martalik reklama ishlamaydi. Undan ko'ra eng zo'ri mana 10 ta blogerni tanlab, 10 tasiga bittadan reklama sotib olgandan ko'ra, bitta blogerni olib u bilan yillik kontrakt tuzib, faqat o'sha orqali qilgan yaxshi. Men sizga yaqinda aytdim-ku, chunki assotsiatsiya qoladi-da, mana bitta bloger orqali ham Otabek, demak Otabek Kafelito bilan yoki tam endi Otabek o'sha qaysidir suv bilan degan assotsiatsiya qoladi va auditoriya sotib oladi o'sha narsani. Chunki siz har safar har xil reklama ko'rmaysizda, bitta narsani qayta qilganingizda, demak bu inson o'zi ishlatar ekan, foyda olar ekan yoki ko'rsatadi deb sotib olishni boshlaydi. O'shaning uchun bu yog'iga mana o'zi katta kompaniyalarni, deyarli aksariyat kompaniyalar bir marta reklama qilmaydi. Kontrakt mana ishlashadi. Men qarang, o'zi Toshkent davlat texnika universitetini marketing bo'limini bitirganman o'zi. Lekin to'g'risini aytaman, o'g'il bolaga o'qimaganman. Endi bizda dars ham unaqa zo'r bo'lmagan, men ham e'tibor bermaganman. Lekin tajribadan kelib chiqib, xuddi sizdagi fikrlaydigan bo'libman. Demak, hozir men noto'g'ri yo'nalishda emas ekanman. Mana sizga bitta misol aytaman. Hozirgi Evolution Motor bilan ishlayapman men. Ular siz aytgandek 10 ta blogerga mashinani reklama qilishga, ya'ni yangi model chiqqan paytda mashinani reklamasini berishgan edi, effekt bo'lmadi. Keyin men o'zim birinchi marta mashina kerak bo'ldi, o'zim prelay qildim o'zimni. Bunaqasi bo'lmagan. Va mashina olmoqchiman. Bo'lib berishga agar imkoniyatlar bo'lsa, beringlar. Bo'lmasa, xolasanglar ikkinchi variant, kontrakt tuzaylik, mashinalarni polni reklama qilib beraman. Menga haqiqatan shu mashina yoqadi, reklamadan effekt zo'r bo'ladi. Chunki o'zim mingan mashina, o'zim tanlab olgan mashina bo'ladi va men qaysidir ma'noda ko'pchilik haligacha avtobloger deb hisoblaydi-ku. Avtobloger bo'lganim uchun shu mashinani to'g'ri tanladi va to'g'ri qaror bo'ldi degan xayol keladi odamlarga. Shunaqa dedim, rozi bo'lishdi. Endi katta kompaniya tushunadigan odamlar ekan. Sirazi kontrakt qilib mashinani men nomimga o'tkazib berishdi. Va 3 oy to'g'ri reklama qildik, effekt zo'r. Sotuvlar bo'lgan. Sotuv bo'ldi, effekt zo'r bo'ldi. Shuncha aytaman, boshqa reklama datallarga ham agar biron bir farqi yo'q, men bilan ishlaylar demayman, blogerlarni ishlaganinglarda uzoq muddatga reklama olishinglar kerak. Yana nima kamchiliklarni ko'rgansiz blogerlarda? Ya'ni katta kamchiliklar yoki bo'lmasam katta kompaniyalarda reklama bo'yicha. Mana reklamada mana bizda storieslar
unchalik e'tibor qaratishmaydi. Mana ko'pincha reklama olayotganda bir martalik reklama bo'ladi-da, misol uchun chiqib professional kamera, professional yoki mobilograf bilan chiqib 15-20 sekundlik reklama qilishadi. Bo'ldi, shuni o'zi bilan chiqadi-da, osmondan tushganga o'xshab, do'stlar, bugun mana bunaqa joydamiz, mana bunaqa ochilibdi, sotib olinglar. Yo'q, bunaqa ishlamaydi. O'zim butun dunyoni olsak, mana Qozog'iston bozori, Rossiya bozorini olsak, reklamalar, storiesdagi reklama ham 5-10 talik bo'ladi kamida. Ya'ni tushuntirilgan, mana bitta narsani olib chiqish uchun og'riq olib chiqiladi, bozordagi og'riq, nimaga bu narsani tavsiya qilayotganligingiz, ishlatgandan keyin qanaqa foydasi bo'ldi va tabiiy narx qimmat bo'ladi. Ya'ni bitta storiesdan ko'ra narx qimmat bo'ladi, lekin natijasi 10 barobar yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchisi, bloger, influencerlar stories yuritmasligi juda katta minus. Nimaga desangiz, qarang, zo'r bloger bo'lishi mumkin, lekin u shaxsiyatini ochmaydi blogida. Men nima uchun sizni misol uchun endi auditoriyangiz yaxshi ko'radi. Men to'g'risini aytaman, Otabek aka, bir yil avval siz bilan bo'lgan vaziyat bo'lgan-ku, negativ bo'lgan. 99% blogerlar yovib ketardi. Agar shunaqa vaziyat bo'lsa, chunki juda katta negativ bo'lgan. Men mutaxassis sifatida kuzatganman-da o'sha paytda qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, yo'q bo'lib ketardi. Chunki bunaqa negativ ko'tara olmaydi ham va odamlar chiqazaverardi-da bozordan. Nima uchun anaqa bo'ldi desa, sizda sodiq auditoriya yaxshi shakllanganligi uchun. Ya'ni baribir qanchadir auditoriyangiz, haqiqiy auditoriyangiz bo'ladi, stories kuzatadigan, siz kontentlaringizni ko'radigan va sizni hurmat qilib yaxshi ko'radigan auditoriya qoldi-da. Yo'q, Otabek, misol uchun mana shu joyda sal aniq adashgan bo'lishi mumkin yoki buni boshqa ma'noda tushuntirgan. Lekin bitta xatosi bilan yoki bitta gapi bilan biz anaqa qilmaymiz degan ma'noda ular qolishdi. Va haligacha mana ta'sir doira men o'ylayman juda yuqori. Как bu maqtash ma'nosida emas, realni bu case sifatida aytaman. O'shaning uchun stories yuritish juda muhim va shaxsiyatni ochish kerak. Shaxsiyat deganda men fikrlar, misol uchun aytaylik, prosta qayerga bordi, nima ovqat yedi yoki sayohatga chiqqanini emas, o'sha yerda nima vaziyatlar bo'ldi, qiyinchilikdan qanaqa tutyapti o'zini, ovqat bo'lmay qolsa nima qilyapti yoki jamiyatdagi bo'lgan mavzular bo'lsa ham fikrini yetkazsa, odam ko'radi-da, ha, bu faqatgina bloger emas, bu shaxs va ta'sir o'tkazadigan inson deydi. Fikr noto'g'ri bo'lsa ham bildirish kerakmi? Qarang, noto'g'ri deganda har xil noto'g'ri narsa bor-da. Misol uchun aytaylik, agar diniy yoki siyosiy fikrlar bo'lsa, u bo'lmaydi. Lekin shaxsiy fikr bo'ladi. Misol uchun buni ko'rib turib botni qarasada, kimdir uchun bot keng, kimdir uchun bot tor-da. Bu o'zini fikri. Ikkala tarafi ham tangan ikkita tarafi bor. Normal holat. Lekin ba'zi narsalar bor, o'zgarmaydi. U yerda to'g'ri, noto'g'ri degan narsa bor bo'ldi. Unda menimcha bermagan yaxshiroq. Menda masalan bitta odat bor. Fikr bildirayotganimda shuni yumshoqroq ham aytsang bo'lardi deydi. Men yumshoqlikdan sal qochaman-da, jostki javob berishni ma'qul ko'raman. Nimaga? Sal auditoriyani razogrevat emotsionalniy, nima deyapsan deb tashlashni xohlayman qaysidir ma'noda. Bilmayman, bu narsa mendan chiqib ketmadi, lekin qaysidir ma'noda intriga ushlab turadigan temalarni mana shunaqa qilib ko'tarib turaman lekin. Hozirgacha qo'llayman shu. Lekin o'sha o'tgan yilgi bo'lgan voqeadan keyin ancha pasayganman. U paytda juda agressiv edim, tan olaman. Balkim agar dash ketganda yana ham agressiv bo'lib ketishi mumkindir, lekin ancha pasayganman. Bu fikrimni bildirishdan qo'rqmayman, chunki har bir insonning o'zining fikri bor. Misol uchun yaqinda bittasi bilan podkast qildim. Oka, siz mana bu yerda noto'g'ri gapirgansiz deb qoldi. Qaysidir bitta umuman boshqa voqeani aytib qoldi. Shunda men oka o'ziga kontr savol berdim. Sizga ham shu savolni beraman. Balkim sizlarga ham shu savoldir. Biron bir men fikr bildirsam, qaysi parametr bo'yicha meni noto'g'ri deyapsiz dedim. Din tomonlamami, qonun tomonlamami, insongarchilik tomonlamami dedim. Insongarchilik tomonlamaga to'g'ri keladigan bo'lsa, uni to'g'ri noto'g'riligini kim belgilaydi? Qozi bormi dedim-da. Chigallashtirib tashladim. Tushundingiz-mi? Boya aytdingiz-ku, mana shu ko'cha kim uchundir tor, shunaqa. Kim uchundir keng. Masalan uchun siz bilan ikkalamiz uchun hozir bu keng ko'cha. Shunaqa. Lekin kattaroq bir mashina keladigan bo'lsa, bu tor bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir fikr bildirayotgan paytda nimagadir nisbatda bo'lish kerak-da. Chunki bitta odam absolyutniy haq bo'lishi mumkin emas. Shunaqa. Ili nohaq bo'lishi mumkin emas. Agar ommatan hammasi ularga yoqadigan javobni beraveradigan bo'lsangiz, siz ulardan farqli tomoningiz bo'lmaydi. Ko'rmaydi ham. O'shaning uchun qaysidir ma'noda aytaman, sen unaqasan, sen bunaqasan degan paytda aytaman, men o'shanaqa bo'lganim uchun ham ko'ryapsiz. Nimaga men sizni kuzatmayman, siz meni kuzatasiz? Shu jinniliklarim uchun kuzatayotgandirsiz balkim deyman-da endi. Shunaqa. Yana bitta zo'r anaqa bor-da, Otabek aka. Influencerlar, blogerlar ideal ko'rsatishga harakat qiladi o'zini. Aslida mana psixologik tarafdan va o'sha marketing tadqiqotlar qilinganda bu bo'yicha bu ham noto'g'ri. Ya'ni qachon odamni kuzatish qiziq bo'ladi, qachon uni xatolari ham bo'lsa. Ya'ni xatolar deganda kamchiligi bor. Misol uchun aytaylik, sog'lig'ida ozgina kamchiligi bo'lishi mumkin, vaqt oilasiga vaqt ajrata olmayotgan yoki baribir hayotda hech kimni ideal emas-da, baribir qaysidir jihatimizda muammolarimiz bor. Istalgan odamda va o'sha narsani ham yoritib bersa, odam ko'radi-da, bu inson menga o'zini muammosini aytayapti.
deydi, kim muammoni aytadi? Yaqin inson aytadi-da, yaqin do'stlar aytadi, oila a'zolari aytadi va yaqinlashadi. Qanaqadir kamchilik yoki o'sha nimadir muammo bo'lib qoldi, o'sha narsani yetkazyapti. Men mana shu xato qilib qo'ydim yoki mana shu joyda mana shu narsaga ulgurmayapman, qiynalyapman degan ochuvchasiga aytadigan bo'lsa, auditoriya yana ham yaqinlashadi. Sizda ham ko'p ko'rganman shu narsani. Menga pul yetmay qolyapti, mana mashinamni sotishga to'g'ri keldi. Bu o'zi aslida juda katta plyus. Aslida buni katta influencerlar butun dunyoda katta anaqalar marketing tarafda, misol uchun, instrument sifatida ishlatishadi. Katta butun dunyoni oladigan bo'lsa, Amerikada yoki qaysidir davlatlarda siyosiy o'sha prezident bo'lmoqchi bo'lgan yoki o'sha qaysidir regionni rahbar bo'lmoqchi bo'lgan odamlar chiqadi-da, atiyatdan ko'chada odamlar orasida yuradi, atiyatda odamlar bilan yaqin bo'ladi. Nima uchun? O'sha yaqinlik bo'lish uchun uzoq bo'lib ideal bo'lish kerak emas-da. Qanday bo'lsang shundoqligicha qabul qilgan deb. Qarang, Humoyun, sizni mana hozir oxirgi qilgan ishingiz nima? Mana oxirgi maqtana oladigan ishingiz nima? Xo'p, nima qildingiz yaqinda? Pul topadigan. Pul topadigan mana shu yo'nalishda demoqchiman. Zapusk qildingizmi? Oxirgi zapuskingiz. Ha, zapusk bo'lsa, oxirgi zapuskimiz Asror aka bilan bo'ldi. Asror Iskandarov bilan 2,5 milliardlik sotuv qildik 1-2 oy oldin. $200,000 taxminan. Ha, $200,000 atrofida. O'zim ulaganmi? Bu o'rtada bo'ladi. Ularni blogida, misol uchun, ularni zapuskini qildik. O'sha rasxodlardan tashqari o'sha foyda o'rtada bo'ladi. O'rtada bo'ladi. Rasxod qancha ketdi? Rasxod menimcha bir 70 mingda bo'lsa kerak. 70 ming bo'lsa, pashti yarmi ketibdi, 3dan 1 ketibdi. 3dan 1 ketdi. Nega unaqa katta rasxod ketdi? Endi Otabekka komanda bor. Katta komanda ishlaydi uning ustida. Kuratorlar bor, misol uchun production bor. Nechta shular? Общий 20 tadan ortiq inson ishlaydi. Eng katta rasxodlar nimaga ketdi? Trafikka ketadi, eng katta rasxod. Reklamaga tushuntirasiz kerak. Misol uchun, trafik degani bu o'sha targetga sarflaydigan pulimiz, blogerlarga reklama olishimiz, o'sha reelslarimizni syomkasi, hammasi bu ham trafik ichiga kiradi. Bu shu trafik. Hozir kurs nima haqda? Instagram bo'yicha, produkt shaxsiy brend bo'yicha. U video tayyorlangan. U darslar tayyorlangan, ha. Nechta dars? Taxminan 60 ta atrofida darslar. Ha. U yerda faqat shu mobilografiya ham bor u yerda. Yo'q, mobilografiya yo'q. Bitta shu blogerlik kursi. Blogerlik emas, ko'proq bu yerda shaxsiy brend kursi, misol uchun bu yerda katta auditoriya yig'ish yoki bloger bo'lishni pozitsiya qilmaymiz-da. Mutaxassislar bo'lsa, misol uchun, ingliz tili o'qituvchisi. U yerda monetizatsiya qilishni ham o'rgatamiz. Misol uchun, ingliz tili o'qituvchisi o'qisa, kam auditoriyasi bo'lsa ham yoki kichkinaroq auditoriya yig'ib bo'lsa ham, qanaqa qilib tezroq daromadni oshirsa bo'ladi, qanaqa onlaynga chiqsa bo'ladi, shu narsalarni o'rgatamiz. Ya'ni bloger onlayn sotishi ham mumkin, offlayn sotishi ham mumkin. Necha oy davom etdi kurs? 3 oylar taxminan, 3 oy bo'ladi. 3 oylar taxminan bo'ldi. 50 bo'lishadi. Shunaqa. O'zi shunaqa hisoblanadi. Ha, shunaqa. Siz u yerda kamerada qatnashmaysiz, Asror Iskandarov o'zi qatnashadi u yerda. Xo'p, qalay bo'ldi rezultat? Yoqdimi o'zingizlarga, qoniqdinglarmi? Qoniqdik. Ha, bizda mana bunaqada, endi men har doim misol uchun shu paytgacha Shahar Dolimov bilan, Alisher Isayevlar bilan, boshqa ekspertlar bilan ishlaganimda ham uzoq muddatli strategiya ustida ishlayman. Ya'ni bittada katta sotuv qilish emasda, qurish kerak. Misol uchun, birinchi zapuskimiz 150 ming bo'lgan. Keyingisi mana 200 mingdan oshdi. Keyingisi yana oshib uzoq muddatda katta sotuv bo'lsin-da va sekin-sekin o'sish tarafdoriman. Shuning uchun strategiyani shuni ustiga qurganmiz. Bu hali beri o'ladigan soha emasmi? O'ladigan soha emas. Bu o'zi Amerikadan olingan, ha? Bu Amerikadan olingan, ha. Necha yil oldin qilingan mana shu zapusklar? Zapusklar aslida 10-20 yil, 30-40 yil oldindan bo'lgan. Amerikada. Ya'ni bo'lgan, Amerikada bo'lgan. Instrumentlar o'zgarganda, misol uchun, oldin pochta orqali bo'lgan, oldin qanaqadir email orqali bo'lganda, hozir Instagram orqali. Ertaga yangi platforma chiqsa, u platforma orqali. Ya'ni odamda shunaqa narsa bor-da, qorin to'q bo'lsa, tinch bo'lsa, misol uchun davlatda tinch bo'ladigan bo'lsa, har doim nimadir o'rganishga ehtiyoji bor. Har doim sog'lig'ini yaxshilashni xohlaydi, pulini ko'paytirishni xohlaydi. Ya'ni bilim bu bizani ehtiyojimiz-da va tabiiy u qanaqadir produkt oladi, kitob sotib olishi mumkin, kurs o'qishi mumkin. Shuni hisobiga bizni ta'lim har doim bo'lgan va har doim bo'ladi. Ya'ni urush bo'lmasa, odamlar och qolib ketmaydigan bo'lsa, ta'lim talab bo'ladi, lekin instrumentlar o'zgarishi mumkin. Men bitta narsa beshib ketyapman. Yoshingiz 24 da, lekin bu ishni 20 yoshda boshlagansiz. Shunaqa. Men 20 yoshimda to'g'risi mishig'im oqib yurardi. Bu narsalar haqida hayolimga kelmasdi, lekin siz katta natijalarga erishdingiz. Mana hozir men 40 yoshga to'ldim, pashti 40 yoshga to'ldim. Mana shu marketing degan narsani xatolarim evaziga o'rgandim. Ya'ni shu biznesmenlar bilan ishlab, ularning produktlarini reklama qilib, qaysidir reklamamdan effekt bo'lmadi, sotuvga ta'sir qildim, qilmadim, analizlar qilib borurdim. Chunki shu kungacha 20 ming yaqin video chiqaraman. 20 ming yaqin videoni ichida salkam 3dan 1 qismi reklama. Post videolarim o'zi 4 mingdan oshuv. Agar hisoblaman, storieslar bilan birga qo'shdimda, xohlaringizni tajriba keladi. Men 40 yoshimgacha bo'lgan, siz ilmni 2-3 yilda olib bo'libsiz. Qayerdadir o'qiganmisiz?
Men o'zi juda ham yaxshi ko'raman o'qishni. Chunki nimaga? Men har doim boshim urilishini xohlamayman-da. Doim o'qiman. Masalan, men yiliga, bilmayman, masalan, oxirgi sotib olgan kursim $18,000 produkt sotib oldim. Siz sotib oldingizmi? Ha, o'zim sotib oldim. Qanaqa kurs u? O'sha zapusk o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha SNGdagi eng kuchli mutaxassisdan mentorsni sotib oldim. Shaxsiy mentorsni. O'sha endi u ham birga bir ishlanmaydi, lekin gruppovoy. U masalan, mendan aytaylik oldinda ancha va uni natijasini olish uchun yoki o'sha etapga chiqish uchun men yana 3-4 yillar vaqtini sarflashni xohlamadim-da. Undan bor bilimini olay, bo'ldi. Men o'shanga yarim yilda chiqay yoki 1 yilda chiqay. Menga vaqtni tejab beradi. Mana Humoyun, endi yashang. Mana xuddi shu narsani men o'zim obunachilarimga tushuntirmoqchiman. Ko'pchilik mana blogerlar zo'r pul topadi-yu. Blogerlar oyiga yaxshi blogerlarni aytyapman. 40-50 ming dollardan 100 ming dollargacha topadigan blogerlar bor O'zbekistonda. O'zbekiston sharoitida oyiga bu degani uncha zavod, fabrika direktorlari, rahbarlaridan ko'p pul topadi degani, hatto. Shunaqa. Chunki oyiga 100 ming dollar topish uchun kamida bir 10 million dollar aylantirishingiz kerak. Ito sizni 10 million dollar muzlab turadi, tovaringiz muzlab turadi, ostatga mol degan narsa bor. Voy, ishchi ishlatasiz, nalogini to'laysiz. Blogerlar hech narsa qilmaydi, faqat shu telefonda ozgina ijod qilib bersa bo'ldi. Men nima demoqchiman? Ozgina o'sha bloger bo'la olamanmi, yo'qmi degan narsani menga o'xshab 7 yil sarflaganingizdan ko'ra arzimagan summani to'lab bitta o'zini sinab ko'rsa bo'ladi, yili bo'lmaydi. Bo'lmasa zato vaqt yutqizadi. 5-6 yil umrini sarflab o'tirib. Sizda ham xuddi shunaqa. Aytdingiz, 18 ming dollarga men ilm sotib oldim, o'rgandim, lekin siz qildingiz. Shunaqa. Siz endi qarang, hozirgi shu 18 ming dollarlik darsni siz o'rgatyapsiz-da. Endi qarang, men o'tdan men to'g'risini aytaman, 80% narsa men o'zimiz qilib yurgan narsalar. Ya'ni 80% yengillik bo'lmadi. Menga endi 10% yoki o'sha 15% yengillik bo'ldi. O'sha narsalarni o'zimiz o'sha ham ancha katta narsa. Yetadi mana. Men uchun boru qanchalik qimmat bo'lishi qiziq emas. Men uchun o'zini qanchalik oqlaydi. Ya'ni men bitta instrumentni oldim, bo'ldi, qo'lladim, o'zini chiqazib oldim. Men uchun yetadi. Qolgan darslarni ko'rmasam ham bo'ladi, qo'pol qilib aytadigan bo'lsa. Men shunaqa qarayman, ya'ni men hammasi foydali bo'lishi kerak, ertalabdan kechgacha. Yo'q, chunki men soham bilaman, bu yerda hamma narsa yengillik bo'lmaydi. Lekin o'sha nima bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham yengillikni olsam bo'ldi. Kibrlanish kerak emas ekanda. Men o'zimning sohamni bilaman. Menga kerak emas ortiqcha deb bo'lmas ekanda. Qarang, 18 ming dollarlik ilmingiz o'zi bo'lgan, ichidagi shu 10% ni qidirgansiz-da. Shunaqa. Qani ichidan bir yengillik chiqib qoladimi deganlarda shu sotib olgansiz. Men nima yana savol beraman. Siz qochdingiz savollar. 18 ming dollarlik darsni oldingiz, baribir 18 ming dollarlik miyada bor sizda. O'sha 18 ming dollarlikni bizani o'zbeklarga necha pulga sotyapsiz? Endi menda 1000 dan boshlab, 1000 dollarlik formatdan boshlab va 3000 gacha bor. Ko'rdinglarmi? Mana hozir boshda videoni olayotganimizda kursingiz necha pul deganda 1000 dan 3000 gacha dedingiz-ku, so'kkan. Ha. To'shni so'kkan. Jinnimisan qata? 18 mingga olgan odam chet eldan 18 mingga olib, o'rganib sizlarga 1000 ga sotyapti. Yo'q, bu 18 ming emas. Mana shunaqa chuvonman, qo'pol aytganda. Otabek, men 50 mingdan oshiq sarflaganman. Ya'ni bu ham emas. Mana misol uchun qara, 50 ming sarflagan, kimdir misol uchun mana 50 ming sarflab debsa, xo'sh nima degan narsa bo'lishi mumkin-da. Men sarflaganman va O'zbekiston holatda mana shu paytgacha o'sha ekspertlar bilan 3 million dollardan ortiq sotuvlar qilganmiz. Mana o'sha narsa ko'proq odamlarga beradigan qiymatim. Ya'ni men uncha pul sarflaganim to'g'ri, bu bitta qism. Ikkinchisi men praktikada amalga oshirganman. Ya'ni o'sha narsani realni qilgansiz. Shunaqa sotuvlarni qilganman. O'shaning uchundan kelib chiqib biz beramiz-da. Kimsan? Alisher Isayev. Shahad Olimov. Shahad Olimov? Ha, Shahad Olimov. Shahad Olimov Norvegiyada yashaydilar. Ha, Barnom Muqimova bo'yicha. Shahad Olimov kim desanglar, Nest One'ni marketolog bo'lib ishlagan ekanlar. Men eshitdim. Kurtoy bola. Ha, juda yana yana. Barnom Muqimova. Ular kim bo'ladi, tanimayman. IELTS bo'yicha ular O'zbekistondagi eng kuchli ekspertlardan. Xo'p. Aziz Rahimov. Asror aka Iskandarov. Rus tili bo'yicha ekspertlarimiz bor, shu yana yo'nalishlarda ekspertlarimiz bor. Qachonlardir ishlab qolishimiz mumkin ekanda. Biz bitta sohadamiz. Shunaqa. Bilib bo'lmaydi. Alloh biladi. Bizda komanda bor. Men o'zim ishlab turgan komandam bor. Komandamdan mingdan ming roziman. Kelajakda bir bilib bo'lmaydi, balkim ishlab qolarmiz, ha? Xolos. Yana qo'shimchasiga baribir to'ymadim. Qo'shimcha qilib bering shu yerda. Mana Otabek, hozir tabiiy odamlarda savol tug'ilishi tabiiy. Va kurslar desa odamlar ba'zilarni ensasi qotadi-da. Ya'ni kurs sotib pul topar ekan yoki kurs qilib. Lekin misol uchun odam bilmaydi-da, qayerdandir aytaylik olib sotarlar bor-da. Bozordan, Xitoydan aytaylik 1 so'mga tovar olib keladi, 5 so'mga sotadi. Uni ustida hech kim gapirmaydi. Nimaga misol uchun sen ustiga 4 so'm qo'yapsan? Chunki unda riski bor. U o'sha summasi bilan kiryapti va bozor anaqasida. Bu yerda ham xuddi shunaqa ekspert, mana ekspertlar bor, 10 yillab ishlaydi. Mana siz ham aytasiz, 7 yil ishlaganman, boshingiz o'sha urilgan, har xil etaplardan o'tgansiz-da va shu narsani bitta upakovka qilib berilyapti. U havodan pul topmayapti, u butun boshli yashagan, o'sha ekspertlik muddatida yashagan tajribasini beryapti-da va bu juda normal. Lekin to'g'ri, yana odamlar o'ylashi mumkin, hamma kurslar foydalimi? Yo'q.
hamma kurslar foydali emas. Chiqib turib, mani auditoriyam bor, nimadir sotishim kerak. Hozir ayniqsa ko'payib ketyapti-da, ya'ni blogerlarning orasida qanaqa bloger? Lifestyle blogerlar ko'p-ku. Hozir chiqayotgan qizlar, bolalar, endi qaraydida auditoriyam bor, yosh bolalar bor, deydi, nimadir kurs qilaylik deydi. Pul topaylik auditoriyamdan deydi. O'zi hech qaysi sohada mutaxassis emas. O'zim misol uchun qanaqadir sohada tajribasi ham yo'q-da. Nima, trading rivojlanayotgan bo'lsa, trading bo'yicha, qaysidir yangi yo'nalish rivojlanayotgan bo'lsa, u bo'yicha qiladi va u yerda olgan odam natija olish qiyin. Ya'ni bu yerda filtr qo'ya olish kerak. Hamma sohaga o'xshab. Million obunachisi bo'lsa ham rezultat 0 bo'lish ehtimoli bu tabiiy narsa. Tabiiy narsa va biz filtr qila olishimiz kerak. Ya'ni bitta filtr bor. O'sha inson o'zi gapirayotgan sohasida ish qilaydimi yo'qmi? Mana nimadir bo'yicha kurs qilyapti, o'sha inson rostdan shu sohada tajribasi bormi yo'qmi? Ya'ni terisi bilan kirganmi? Skin again degan narsa bor, ya'ni o'sha terisini tikkanmi degan narsa bor-da. O'rgatayotgan narsasiga o'zi amal qilish kerak. Ingliz tilini o'rgatyaptimi? Demak, ingliz tili bo'yicha o'zi tajribasi yaxshi bo'lishi kerak, IELTS bo'lishi kerak yoki ham o'sha nechadir yillik tajribasi bo'lishi kerak. Natijasini ko'rsatib qo'ygan bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Oddiy mana kitoblar, o'ylash mumkin-da, ko'pchilik aytadi, kitoblar bor, kitob sotsa bu zo'r va bu yaxshi ish qilyapti, lekin kurs qilsa bu cho'ta noto'g'ri ish qilyapti. Lekin kitoblar bor, masalan, $100 dan butun dunyoda kitob, $50, $100 kitoblar bor yoki o'rtacha kitob ham $40 atrofida-da o'zi butun dunyoda. Lekin o'sha yozuvchilar to'g'ri umrini sarflagani uchun kitoblardan 5 million, 10 millionlab dollar foyda ko'rishadi. Kitob yozib ham, masalan uchun juda katta biznes aslida. Demak, bu sotishni ham bilish kerak ekan. Masalan uchun zo'r kitoblar bor, unaqa zo'r sotilmaydi. Demak, sotishda ham farq bor ekan. Sotishni bilish kerak ekan-da o'zini mahsuloti. Qaysi ma'noda siz o'zingizni, mana o'zim mahsulotimni sotayotgan ekanman. Xo'p, mana misol uchun men blogerman. Men blogerlik kursimni sotishim menda osonroq bo'ladi, bar sizga qaraganda. Lekin siz shu sohada birinchi boshlaganingizda ham sizga ham nisbatan odamlar shunaqa xayolga bormaganmi? Bu bola Humoyun nimani qoyillatib qo'ydi? O'zi yosh ekan, nima qildi? Qani buni natijalari deganda qanaqa qilib shu sotgansiz? Qiziq menga. Menda qanaqa, men misol uchun kam auditoriya yig'ganman. Aytganimdek, maqsadli reklama sotib olaman. Misol uchun men uchun bitta podpishchik mana kimdirlar ko'rishim. Boshida foyda yo'q boshida. Pul qayerdan olgansiz? Xo'p, marketing ishlaganman, o'sha proyektlarni qilganman, tam Cambridge, Sodiq School, mana siz ularda ham ambassadorsiz-da. Ularda ham ishlaganmiz, biz marketingni qilganman. 3 dan daromadlar kelgan, keyin blogimni ham ozgina sarflashni boshlaganman. Topgan pulingizni o'shanga sarflayvergansiz. Ko'p emas, ozgina, boshida ozgina sarflaganman. Mana hozir tushunish uchun misol uchun sizda bir oyda nechta podpishchik keladi? O'rtacha 30 ming, 25 mingta. 30 ming, 25 mingta. Men bitta podpishchikni $1 dan sotib olaman. Qanaqa bo'ladi u? Mana, ya'ni men target yoqaman yoki influencerdan reklama sotib olishim mumkin va men $1 gacha tayyorman podpishchikni Instagramga olib kirish uchun. Ya'ni men misol uchun reels qilmayman. Ya'ni mana reels qilib yoki qanaqadir shov-shuvli kontentlar qo'ymayman, chunki meniki juda tor yo'nalish bo'lgani uchun menga sotib olganim yaxshiroq auditoriyani. Masalan uchun, mana aytaylik, qaysidir influencerga yoki targetga reklama beraman, $1000 sarflasam, menga 1000 ta obunachi keladi. Yoki influencerga $1000 bersam, 1000 ta qo'shiladi va o'sha maqsadli auditoriyani yig'aman, ularni storiesim orqali, kontentlarim, YouTube'dagi videolarim orqali qizdirib, tushuntirib, mana sohani keng ochib berib, darslarni o'tib tushuntiraman to'liq. Va ularda to'liq tushuncha paydo bo'lgandan keyin unga kerak bo'lsa menga yozilishadi. Tushundim. Endi deylik, sizda 10 ming ta obunachi. 10 ming ta obunachini hammasini $1 dan sotib olgansiz endi. Qo'pol qilib tushuntirganda. 10 ming ta odamdan necha foizga mahsulotingizni sotasiz? Necha foiziga sotsangiz sizni ishingiz zo'r hisoblanadi? Men shu paytgacha ko'p o'qimagan, 200 yilda odam o'qigan xolos, ko'p o'qimagan va foizda nechida? 0 necha? Kirgan auditoriyani misol uchun aytaylik, meni hisob-kitobim bo'yicha 1% sotib olsa ham o'sha bo'ldi. 1% yaxshi natijami? Zo'r natija. YouTube'ga biza taxminan 3,5-4 mingta odam haydadik. Zapuskda. Eng oxirgisi 5 mingga ham chiqdi. Sotuv 500 ta bo'ldi. Yaxshimi? Zo'r. U necha foiz bo'ldi shunda? 10% bo'ldi. 10% bo'ldi. Endi bu siz qarang, webinarnikini aytyapsiz-da. Bu webinar 10%. Aslida bu yoqda bo'ladi. Menda общий blog aytyapman men. Общий blog bo'lsa, menda shu Telegramga haydalganlardan hisoblanadi, bir 30 mingta odamdan hisoblanadi. Sizni holatingizda shunaqa. Lekin men webinar qilmayman, webinarsiz sotaman. Webinar qilmaysiz. Yo'q, webinar kerak emas. Kerakmi? Yo'q, kerak. Katta blog uchun kerak. Masalan, mana meni produktim qimmat va meni produktim kam odamga bo'lgani uchun men webinarsiz sotaman. Lekin massiv produkt bo'lsa, 100lab, 200lab, 300lab odamga sotmoqchi bo'lsa, unda webinar kerak. Siz katta kompaniyalarning ham ishlarini kuzatib turasizmi? Sotuvlarini ko'rasiz-ku, kuzataman albatta. Misol uchun hozirgi danli moment dom sotish juda qiyin bo'lib qoldi. Xalq domga to'yindi. Dom hozirgi kunda sotayotgan quruvchilarni webinar orqali sotayotganlarni qaysi birini primer qilib ko'rsata olasiz qolganlarga? Qarang, Otabek aka, bizda mana siz ham ambassadorsiz, Hojimurod akaniki, Qo'yliq Kattavozon. U yerda ham prodyuser, meni o'quvchim Behzod. Behzod, bir aytishganmiz. Meni o'quvchim va ular o'sha
birinchilardan bo'lib qilishdi. Endi Shohruxlar bor, Shohrux Yusuf ular ham juda kuchli, yaxshi qilishadi va misol uchun Behzodlar bor. Zo'r ishlashyapti, yaxshi sotuv qilishyapti. Zo'r. Neriyani produkt ham misol uchun yaxshi. bir kunda 700 ta dom sotdi. Shunaqa. 700 ta dom. Yana bitta qalam emas, ruchka emas, daftar emas. Ha, yana bitta o'quvchim bor, Shohjahon degan bola Buxoroda sotishdi-da. Bu Allohning fazli bilan albatta va qisqa muddatda bu 0.01% desa ham bo'ladi. Natija 6 oyda mana sohaga kirdi. 6 oyning ichida qurilishda sotuv qilib, o'ziga sof $1 million dan oshiq pul ishladi. Ya'ni men ishlay olmaganman. Men bunaqa kichkina muddatda yoki boshlanishida bunaqa ishlamaganman va birorta odamni bilmayman. Ya'ni bu juda redki holat, lekin qildi. $1 million dan ko'proq ishladi, sof o'ziga qolgan. Ya'ni domdagi aka bilan, dom sotuvchi bilan shartnoma qilib kelishgan. Domingizni sotib beraman, pochka qilib sotib beraman. Lekin shundan keladigan daromadni qaysi qismiga beradi? Ha, foizini oladi. U nimaga desa, u marketingga sarflayotgan pullarni budjetni qisqartirdi-da. Misol uchun mana oddiy ko'p qurilishdagilar, misol uchun keraksiz, endi qaysidir narsani keraksiz demoqchi emasman. Prosta ortiqcha xarajatlarga qolishi mumkin. 50 ming, 60 ming televideniyaga, qaysidir ketib qoladi. Havo ketadi va oxiri sotuv kam bo'lishi mumkin. U bola o'shani optimizatsiya qildi-da, sotuv qildi va u pul o'ziga oldi. Qaysidir ma'noda xo'jayin ham rozi, hamma rozi. O'zi ham rozi, klient ham rozi. Sotib olgan klient, chunki sotib olgan klient yaxshi offerda, yaxshi produkt sotib oldi. Uy sotib oldi. Gap yo'q. Вообще, ana qaranglar, men o'zim uchun ham bu juda anaqa bo'ldi, nima deydi? Zo'r case o'quvchim va ikkinchidan hayratlandim, chunki bunaqa qisqa muddat ichida 2-3 ming topib yurgan bola uchun juda katta natija-da bu. Qaranglar, shu yerda o'zi mana bu reklama deb o'ylaysizlarmi, o'ylamaysizlarmi, o'zingizlar bilasizlar. Shu yerda o'zida nechtadir tadbirkor akalarimiz kuzatyapti. Mahsulotini sota olmayapti. Blogerga reklama beramansa, reklama juda qimmat, lekin reklama bergan taqdirda ham rezultat ola olmayapti. Boyaga aytganingizdek, bitta reklamadan effekt 0. Shunaqa. Men ham reklamalarim effekti bo'lish uchun men aytaman, 6 oylik, 1 yillik sotib olingmandan, naborat sizga arzonroq qilib beraman. Bitta narsani hadda bir reklama qilaversam, ani odamni miyasiga kirib qoladi, sotuv tezroq bo'ladi. Demadi, ko'p narsa aytaman. Va mana sizda siz o'rganmasangiz ham vaqtlar yo'q-ku biznesmen akalar, lekin o'g'li bor, jiyani bor. Mana shu sohani o'rganib, o'zingizni mahsulotingizni sotishni o'rganing. Pochka qilib sotsanglar bo'ladi. Xohlasanglar, mana o'zim ham reklamamni qilib qo'yaman. Blogerlik kursimni ham o'rgatib qo'yaman. Shunaqa. Bu ham kerak. Mana o'zi bitta narsani aytaman, bozorda bo'shliq katta. Masalan, men aytmayman, hozir sizlar обязательно aytinglar, menga yozilinglar yoki sizga yozilinglar yoki qaysi odam demayman. O'zi umumiy juda ko'p narsa hali bizani bozor kechiryapti-da. Mana bizani bozor hozir tadbirkorlar qo'pol qilib aytgandek raqobat yo'q. Juda bekor raqobat kam sohalarda bor. Juda kam sohalarda raqobat bor. Butun dunyoni olib qarasa raqobat juda ham kuchli. Mana har bitta lead uchun, har bitta podpischik uchun kurashadi. Butun dunyoni reklamaligi boshqa o'rinda-da. Bizda bitta reklama oladi, zo'r sotuv bo'ladi, bo'ldi. Keyin boshqa reklama bermaydi deb kutib o'tiraveradi. Yana qachondir sotuv kerak bo'lsa, yana reklama oladi. Bunaqa ishlamaydi. O'zi marketing chuqurroq o'rganish kerak. Ya'ni xohlagan joyda o'rgansin, xohlasa kitobda o'rgansin, xohlasa YouTube'da o'rgansin, xohlagan kursiga borsin, lekin o'rganmasa bozordan chiqib ketadi. Tajribasi asosida vaqt sarflamanglar demoqchi Humoyun akamiz. Undan ko'ra tezroq o'rganish usullari bor. Oldin bo'lmasdi, hozir bor. Shunaqa hozir bor. Realli natija ko'rsatayotganlardan bor. Bor, albatta. Qarang, yana bitta savolda menda. Blogerlar bilan, ya'ni siz qilayotgan ish, marketologlar bilan ishi, bular parallel ketadigan soha-yu, to'g'rimi? Shunaqa. Shu sohada sizlarning ishinglar rivojlanib ketib qolsa, blogerlarga talab kamayib ketib qolmaydimi? Yo'q. Rossiyada yoki bo'lmasa Amerikada qanaqa misollar? Endi bari ular bizdan 10-15 yil oldinda yuradi-yu. Masalan, Rossiyada blogerlar nimani hisobidan daromad qiladi? Masalan, men to'g'risi juda ham blogerlarni ko'raman, kuzataman-da. Reklama deyarli yo'q. Men deyarli ko'rmayman. Ko'rsam bitta reklama ko'raman, bo'ldi. Ular qanaqa qilib pul topadi deyman. Masalan uchun bizada blogerlarni bitta storiesiga kirsangiz, nimadan daromad ko'rayotganini, qancha daromad ko'rayotganini taxminan bilasiz. Chunki bizada boyaga aytgandek ochiq reklama rostdan ham ko'p. Shunaqa. Ularda qanaqa ishlayapti? Mana o'zi butun dunyoda boshida aytganimdek integratsiyalar katta. Ya'ni ular ko'p kompaniya bilan ishlamaydi. Misol uchun aytaylik, bir yil ichida 100 talab kompaniya bilan ishlamaydi-da. Taxminan 4 ta 5 ta kompaniya bilan ishlaydi va ulardan kontrakt tuzadi yillik. Mana misol uchun oddiy futbolistlarni oladigan bo'lsak, misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, Husanovni aytaylik, Puma bilan hamkorligi bor. Bo'ldi. U boshqa hech qaysi sport kiyimini reklama qila olmaydi. To'g'ri, misol uchun Manchester Cityda, bilmayman, o'zi Pumani kollaboratsiyasi, deylik O'zbekiston kontraktini Nike bilan tutsa, Nike tikadi majbur, chunki O'zbekiston formasini kiyish kerak. Lekin boshqa formani kiymaydi. Ya'ni odamlarda qolib ketish kerak o'sha Puma bilan Husanovda qolib ketish kerak. Shartnomasi, chunki o'sha Puma yetarli darajada katta summa beradi. Boshqa reklamaga boshini ham tiqishi shart emas. Shunaqa.
Ya'ni bitta influencer, katta blogerlar taxminan 5 ta 10 talab katta kompaniyalar bilan yoki o'sha katta kollaboratsiyalarni qiladi. Ular kerak bo'lsa millionlab, bir necha millionlab pul berishadi kontrakt uchun va boshqa mayda-chuyda reklama olmaydi umuman. O'zi bu to'g'ri deb hisoblayman. Ya'ni har kuni chiqsa-da, bir kun chiqib qaysidir choyxonadan reklama qilsa, bir kun chiqib qaysidir kichkina bir kiyim brendini reklama qilsa bor, auditoriya ham ishonchsizlik paydo bo'ladi. O'shaning uchun men o'zi influencerlarga ham oxirgi payt ko'p gaplashyapmiz, o'sha to'rtta bloger influencerlar bilan aytayapman, ko'proq yillik shartnoma qilinglar davoman. Ko'nmayapti-da. Endi uni mana ko'rish kerak, shunaqa kontentlarni tadbirkorlar ko'rish kerak, marketologlar yaxshi tushunish kerak. Bu yog'iga qisqa reklamalar ishlamaydi. Juda kamdan kam holatda ishlashi mumkin. U ham qanaqadir skidka bersa, qanaqadir hype qilsa ishlaydi-da. Oddiy holatda kichkina reklamalar ishlashi sal kamroq. Siz bilan fikrimiz bir joydan chiqibdi va men yana o'zim obunachilarimga aytaman. Yana aytaman. Men bilan ishlashingiz shart emas. Sizning mahsulotingizni sotilishiga kattaroq effekt xohlayotgan bo'lsangiz, uzoq muddatga bitta bloger bilan ishlang. To'g'ri. Faqat shu auditoriyasini kimligini bilib olsa, o'sha yerda ham gap bor, to'ppa-to'g'ri aytasiz. Yaxshilab o'rganib olinglar, bozorni o'rganinglar. Bu ham bozorda, qaysidir ma'noda. Ko'p narsa oldim o'zim uchun ham. Va yana mustahkamlab oldim. O'zimni mana shu sohada fikrlarimni mustahkamlab oldim. Siz bilan uchrashganim yaxshi bo'ldi va xudo xolisa keyingi reklama dattalari bilan gaplashganda albatta aytaman. Har doim bir martalik reklama kelgan paytda o'zim aytardim. Okey, to'g'ri, chekkadan qaraganda o'zimni o'ylayotgandirman, lekin uzoq muddatga ishlasangiz effekt zo'r bo'ladi. Chunki men sizga aytaman, Groy bilan ishlaganimni bilasiz? Groy bilan ishlaganimda rezultat bir 6 oylardan keyin bo'ladi. Hozir faqat nativniy reklama. Qaysi otelga boradigan bo'lsa, bu yerda ham Groy ekan, mana bu yerda ham Groy ekan, bizda ham bor esechot degan narsani sekin tiqib keturdim. Ishonasizmi, bironta ham post qo'yganim yo'q. Rezultat 6 oydan keyin bong'ilashni boshladi. Boshda aytishdi, bo'lmasam ular ham mirovoy kompaniyalar bilan ishlashadi-da. Bu narsani tushunish kerak. O'zi aslida bu narsani katta kompaniya rahbarlari tushunish kerak. Lekin haligacha tushunmaydiganlar ko'pda. 6 oy bo'ldi, rezultat bo'lmayapti-da. Otabek aka, sal boshqacharoq nimadir format qilamizmi? Aka dedim, ozgina shoshmang dedim. O'zi pishib yetilib kelyapti. Chunki ko'radigan odam ko'ryapti. Miyasiga o'zi Groy olib qo'ydi. Ertaga qurilish qilsa albatta oladi. Aka 6 oydan keyin effekt berishni boshladi. Groy desa, bitta viloyatdan bir boyvachcha akamiz ketdi. Groy o'zi nomer 1 mahsulot emas. Ya'ni Ferrari Lamborghini urovingda emas, u Mercedes urovingda ekan. Lekin santexnika mahsulotini Lamborghini Ferrari urovingdagilari ham bor. Uni biz bilmaymiz. Uni o'sha yevropaliklar biladi, juda ham elitasi baland bo'lgan odamlar biladi. Do'konga kiramishda menga nomer 1ni ber debdi. Groy bo'lsin debdi. Aka, Groy nomer 1 emas. Lamborghini Ferrari, Bugatti urovingdagilari bor. Mana italyanskiy, ispanskiylarni ko'rsatsa, boshimni qotirmayman, menga Groy ber debdi. Tushunasizmi? Ana rezultatda ishlagan. Reklamani ishi mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun men aytaman, jon akalar, biron bir kompaniya bilan shartnoma qilsanglar, mana kecha ham bittasi bilan shartnoma qildi, 2 oy deyapti. Aka, 2 oy ishlay olmayman. Sizga effekt bera olmayman. Men effekt bermaganimdan keyin siz boshqa birovga aytasiz, Otabekdan effekt bo'lmabdi deysiz. Agar 6 oy ishlasangiz, men sizga narxini pasaytirib beraman, lekin effekt olishingizni men juda ham xohlayman. Rostdan xohlayman-da. Unda effekt bo'lsa, meni kelajagim yaxshi bo'laveradi. Ya'ni choyxonada biznesmenlar o'tiradi. Humoyim? Shunaqa. Biznesmenlar o'zini kurugi bilan o'tiradi. Garantiya beraman, reklamaga nech pul sarflayapsan, sotuv qanaqa bo'lyapti degan tema bo'ladi. Va qaysi bloger bilan ishlayapsan, qalay bo'lyapti natija desa, albatta men bo'laman. Ularning suhbatida bo'laman. Siz ham bo'lasiz. Humoyim bilan ishlab ko'rgan deydi. Chunki ular biznesmen odam biznesdan boshqa narsa gaplashmaydi. Xotin temasida gaplashmaydi ular. Tushundingizmi? Chunki hozirgi mana sezayotgan bo'lsangiz, mana shu o'tgan yili va mana shu yilni boshidan sezilyapti. Odamlarda pul kam, sotuv kam, sezasizmi? Bizga bilingani yo'q. Sizga nima bilinmaydi? Sizga talab nabarat oshadi. Chunki odamlarning savdosi tushib ketgandan keyin bizga o'xshagan blogerlarning ishi yana ham yaxshi bo'ladi. Mana savdom tushib ketdi, reklama qilmasam bo'lmaydi, menga sizga pul to'lashadi. Lekin aslini o'pshib olib qarasangiz, butun O'zbekistonda savdo kamaygan. Masalan, bozorlarga tushsangiz savdo kamaygan, ishlab chiqarishda savdo kamaygan, hattoki mana shu fast foodlarda ham savdo kamaygan. Men ular bilan gaplashib turaman doimiy ravishda, savdo tushib ketyapti, pul yo'q. Hattoki men o'zimning ishxonamda ham detailing sohasida ham pul kamaygan. Oldindagi odamlar massiviy polirovka, keramika qilishlar ham kamaygan. Chunki pul rostdan ham kam. Dom sotuvlari ham kamaygan. Shunaqa qurilishda xabar emas. Qaysidir ma'noda o'sha kamaygani hisobiga siz bilan meni ishimiz yaxshi bo'lishi mumkin, lekin umumiy olib qaraganda bu yaxshi narsa emas. Analiz to'g'rimikin? To'g'ri. Ishlagan reklamalar, integratsiyalar, bir martaliklar, xatolarni ko'rganim uchun va bo'tdi mana siz aytaylik, shu narsani qilganingiz uchun aytayapman-da, ba'zi holatlarda bo'lishi mumkin. Bir marta reklama oladi-da, telefon qilib, Otabek reklama o'xshamadi deyishi mumkin-da. Aslida u yerda gap sizda emas-da yoki istalgan katta blogerda emas. Gap o'zi o'sha reklama berayotgan odamda-da. Bundoq to'g'ri boshida
qiyin u ham misol uchun bittada 40 ming 50 ming tam 100 ming dollarlab pulni hozir risk qilgisi kelmaydi. O'shaning uchun yaxshilab analiz qilish kerak. Auditoriyam kim, qaysi kimni kuzatadi. Chunki bu ham muhimda. Aytaylik, qaysidir inson yosh bolalarga produkt sotadi. 18 yoshli bolalarga produkt sotadi va u kelib siz bilan ishlasa noto'g'ri. Chunki siz 18 yoshli bolalar kuzatmaydi va siz maqsadli auditoriyangiz yosh katta insonlar, yosh katta odamlar va siz bergan reklamangiz katta ehtimol bilan o'xshamaydi. U kimga borish kerak? O'sha 18, 17, 15 yoshli bolalar kuzatadigan influenserga borish kerak. O'shaning uchun auditoriyasini yaxshi bilmasa tadbirkor o'zi har bir tadbirkor marketolog bo'lish kerak-da. Bo'lmasam bo'lmaydi. O'zi tadbirkorlar ham o'zi marketolog bo'lib, keyin biznesi rivojlanib ketadi-yu. Shunaqa. Ko'pi shunaqa, lekin bizda O'zbekiston bozori bo'sh bo'lgani uchun marketingsiz ham ishlar yaxshi bo'lganda, endi lekin hozir bu yog'iga bunaqa bo'ladi deb o'ylamayman. Yana qanaqa bir savollar bersa sizga-yu, o'sha savollarga javobni sirasi berib ketardi shu yerda. Siz mani obunachilarimgami, mani auditoriyamgami, nima yana minus tomonlar bor-ku, siz nima yechim bera olasiz? Mana hozir endi ko'rayotgan odamlarning orasida aytaylik, mana qanaqadir shogirdlik, o'zini kursini qilmoqchi bo'lgan yoki o'zini produktini qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana bu to'liq tushuntirish qiyinroq-da. Qani darslik qilib bersam bo'ladi. Misol uchun men Instagramga kirib yozishadigan bo'lsa, aytaylik, tayyor darslik bor, mana yuborib qo'yiladi. Bu ham avtomatik tashkillashtirilgan. Ko'rib, menga birinchidan obuna bo'ladi, ya'ni men auditoriyam o'tishi mumkin. Ikkinchidan foyda olib to'liqroq tushunib olishim mumkin. Nima bu soha, qanaqa ishlanadi, qayerdan pul topiladi degan narsani to'liq tushunib olish uchun 400 deb yozadigan bo'lsa, Instagramga kirib Humoyun Sobirovga o'sha darslikni ko'rishligi mumkin bo'ladi. Bu ingliz tili o'qituvchisi bo'lsin yoki qanaqadir shogirdlik qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsin. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Prosta bepul darsi bor, ko'radi. Bepul bo'lgandan keyin ko'rasiz, sizgami, sizga emas. Yoqadimi, yoqmaydi. Prosta bitta soha bo'yicha tushuncha paydo bo'ladi-da. Yoqsa davom etasiz, yoqmasa chiqib ketaverasiz, sizdan hech narsa ketmadi. Bepul darsligingiz bor. Shunaqa. Ko'cha sovuq bo'lgani uchun mashinaga o'tirib oldik va yakun yasaymiz. Menimcha hamma savolinglarga javobni oldinglar. Mabodo savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Humoyun javob berasa, va'da berasizmi? Harakat qilaman. Harakat qilib. Hammasiga bo'lmasa ham, lekin javob berishga harakat qilaman. Chunki men beradigan savolim berib bo'ldim. Lekin obunachilarda baribir bo'ladi. Men ham o'zim qarab turaman kommentariyaga. Sen ham qarab tur. Inshaalloh keling siz bilan keyingi ko'rsatuvda yana bitta podkast qilaylik-da. 1 yildan keyinmi, 2 yildan keyinmi, xudo xolasa nima natijalaringiz bor? Shuni bitta aytib keting-da, qiziq menga. Maqsadlarmi? Maqsadlaringiz. Yaqin 1 yil ichida. Yaqin 1 yil ichida xudo xolasa men o'sha ko'proq kapital, 2-3 million kapital passiv daromadga chiqmoqchiman. Dollarda. Faqat passiv daromad. Dom olasizmi shunda? Dom ham bitta variant. Dom bor, aksiyalar bor, yana boshqa variantlar. Aksiya qanaqa aksiya? O'sha halol aksiyalar ko'p. Misol uchun amerikanskiy aksiyalar bor. Katta kompaniyalarning aksiyalarini sotib olishadi. Menga ham o'rgatasiz. Xudo xolasa. Xo'p, keyin yana bir ikkita bizneslarga, startaplarga investitsiya qilish rejada bor. Shu qilayotgan ishimiz yana ham ko'paytirish, kattalashtirish, xudo xolasa. Xo'p, keling bo'lmasam 2 yildan keyin siz bilan podkast qilamiz. 2 yildan keyin sizni kapitalingiz qancha bo'lishiga o'zingizga plan qo'ydingiz? Xudo xolasa bir 3 millionlar, 3 million dollarlar. Men ham o'zimga reja qo'yaymi? Davay, menda ham 2-3 million bo'lsin. Keling, besh ketdimi? Sizlar ham o'zingizlarga bitta shunaqa reja qilinglar. Unaqa reja qilishda Humoyun ukamiz ham yordam beradi. Instagram sahifasini ko'rdinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hamma yangiliklarni xudo xolasa shu boladan olib turasizlar. Omon bo'linglar. Rahmat.